Turmush o'rtog'im bizning istaklarimizni, orzu-havaslarimizni amalga oshiraman deb 8 yildan beri bitta telefonni tutadi. Menga qaynonamlarga yangi telefon olib berganlar-ku, lekin o'zlariga kelganda men telefonga qiziqmayman deb qo'yadilar. Shu sababli 14-yanvarga ularga telefon sovg'a qilishga qaror qildim. Sovg'amni berish uchun ularni Ko'kchida joylashgan Qaldirg'och restoraniga taklif qildim. To'yimizga 7 yil bo'lgan bo'lsa, 7 yilda birinchi marta men ularni taklif qilishim. 14-yanvarga sizga sovg'am bor. Ha, yengiligu. Kam bo'lsa ham ko'p o'rinda ko'rasiz. Baraka toping. iPhone sirgan kunlarimiz ham bor ekan uni. Telefonni qo'llaringiz. Ana telefoningizdan yaxshiroq-ku, zato yangi. Telefon avtoritet. Mayli, sovg'am yoqmagan bo'lsa ham tanlagan restoranim ularga juda ham yoqdi. Atmosferasi juda ham chiroyli, taomlari ham mazali. Narxlarini ham yonbopligini ko'rib, porsiyasi kichikroq bo'lsa kerak deb ko'p narsa zakaz qilib olibmiz. Lekin ishonavering, bitta porsiyaga bemalol 2 kishi to'yar ekan. Go'shtlari ham juda ham yumshoq pishgan. Manzaraning chiroyliligi esa ko'zni qamashtiradi. Xodimlari ham xushmuomala. Bu ham yetmagandek, teppa-tekenga детский plashatkasi ham bor ekan. Kim bo'lsa qanaqa bo'lardi deysizmi? Bu plashatkadagi hamma attraksionlar bu yerda ham bor. Ishonavering, bolalarim hattoki ovqatlanishga ham chiqmayman deb turib olishdi. Ovqatlanib, ham dam olib, ham yaqinlaringizni xursand qilib, bolalaringizni ham o'ynatib ketadigan joy qidirayotgan bo'lsangiz, Ko'kchida joylashgan Qaldirg'och restoraniga kelaverasizlar.